Uyingiz tupikda joylashgan bo'lsa, uni ustiga mana shunaqa shlagbaumlar bo'lsa, bu juda ham qulaylik yaratadi, chunki farzandlaringiz mazza qilib o'ynashadi. Mashina qatorli ketma-ketlik kamroq bo'ladi, mana shunaqa tinchroq joyda mana shu qator kottejlarimiz tushgan. Qaranglar. Bularda o'sha odamlar kirib yashayapti, faqatgina ichida bittasi sotuvda. Assalomu alaykum, hurmatli Mudhouse obunachilari. Bugun sizlarga tanishtiradigan kottejimiz, hovlimiz Sergeli tumani, Xonobod mahalla, Sultonobod ko'chasida joylashgan. 2,5 sotuvdan tushgan, hammasi qaranglar, pishgan g'ishtdan sifatli xomashyodan qurilgan, juda ham yaxshi, havosi yaxshi, toza, ko'rib turibsizlar, ko'chalari asfalt bo'lgan. Har bitta kottejning oldiga zeleniy zona qilingan, archalar, manzarali gullar ekib qo'yilgan. Mana shunisi sotuvda. Umumiy maydoni 2,5 sotik, 6 ta xona. Orqa tomonida zo'r joy bor. Video davomida ko'rasizlar. Narxini video oxirida aytaman, chunki videoni ko'rishga arziydigan uyimiz. Kirishimiz avtomatik darvoza hamda kalitga eshik bo'ladi. Ana endi uyimizni ichi bilan tanishamiz. Qani ketdik. Kirganimizda mana uyimizni ichki tomondan ko'rinishi, chap qo'lda mana shunaqa manzarali daraxtchi kutib oladi. Hamda bu yerda mana oynalar qo'yilgan, zamonaviy rakvina. Asosiy kirish eshigimiz mana bu. Bu yerda ham mana dekorativniy gul qilingan, zeleniy zonaga alohida e'tibor qilingan. Qaranglar, kirganingizda bitta mashinani bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana uyimizda fasad travertin qilingan, 2 qavatdan iborat. Ana endi orqa tomoni bilan tanishamiz. Mana shu joyiga bitta like bosib qo'yasizlar, qaranglar. Mazza qilib yashasa bo'ladigan uy. Mazza qilib nafas olasiz. Chunki qaranglar, mana orqasida anhor oqadi, mazza qilib o'tiradigan besetka, zeleniy zona, mana manzarali gullar, landshaftlar qilib qo'yilgan. Ikkinchi qavatda spalni ichidan balkonga chiqsanglar bo'ladi. Bu kuxnyadan xudi, bu yerda mana yozgi oshxona, hamma sharoitlar qilingan. Yozgi oshxonamiz, tepalari liksam qilingan. Ortiqcha xarajat qilib o'tirmaysizlar, tayyor uy. Mana besetkada mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Mana uyimizning orqa tomondan ko'rinishi mana. Bu yerda mana bitta hojatxona, tepasi kladovka qo'yilgan. Hojatxonamiz ichini kotelniy qo'yilgan, ichiga ham plus boiler hamda isitadigan do'kontirni kotel o'rnatilgan. Gрамотный qilingan hamma narsa. Ana endi kelinglar asosiy xonalarimiz bilan tanishamiz. Kirganimizda prixoshka keladi, mebellari bilan. Yorug' prixoshka. Bu yerda mana hol, mana shunimiz 6-xonamiz, panoramniy oynalar qilingan. Qaranglar, mehki zonalarni juda ham ranglari bir-biriga podmas qilib tanlangan. Yorqin rangli. Bu yerda mana oshxonamiz. Mana oshxonamiz tappa tayyor. Texnikalari ham qo'yilgan. Oshxonada mana orqa tomonga chiqsanglar bo'ladi. Mana bu yerda mehmonxonamiz joylashgan. Mana mehmonxonamizni lyustrasini qarang, juda ham shohona lyustra qilingan. Hamma joy qaranglar, cho'pli polda, plus mana radiatorga sharoitlar tashab ketilgan. Mana bu birinchi qavat umumiy sanuzel, mana umumvalnik, unitaz hamda bu yerda mana kir mashinaga sharoitlar qilingan, kir mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Zinani tegidan unumli foydalanilgan. Bu yerda mana birinchi qavatdagi yotoqxonamiz, ichida o'zini sanuzeliga ega. Mana dush kabinasi, shkofli umumvalnik hamda unitaz hamma sharoitlari qilingan. Mana bu birinchi qavatdagi yotoqxonamiz. Oynasi orqa hovliga qaragan. Oynani ochsanglar shunaqa shabada kiradi. Voy. Mana qaranglar, juda ham chiroyli. Hozirgi zamon, hozirgi trend stilniklar qo'yilgan. Ana endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Ketdik. Mana ikkinchi qavatga ko'tarildik. Ikkinchi qavatimiz ham qorong'i bo'lib qolmagan. Qaranglar, rom tushgan. Mana tepadan ko'rinishi sifatli zinalar qo'yilgan. Chiqishimiz bilan o'ng qo'lda umumiy sanuzel keladi. Mana vanna, shkofli umumvalnik hamda unitaz hamma sharoitlari qilingan sanuzel. Bu yerda mana endi yotoqxonamiz bor.
ko'rib turganingizdek. Bu yotoqxonamizdan balkonga chiqsanglar bo'ladi. Mana balkoni bor, qaranglar. Mazza. Bu yoqda ham mana sветильникlar qo'yilgan. Zamonaviy sветильникlar. Bu yoqda mana yana ikkita xonamiz bor. Bu yoqda detskiy yotoqxonamiz. Hamma xonalar mana shunaqa zamonaviy lyustralar qilingan. Bu yoqda bitta kattalar yotoqxonasi. Ichida o'zini sanuzeliga ega. Hisobda 5 ta sanuzel bor, ko'chadagan ham hisoblanadi, hojatxonani. 2,5 sotik, eslatib o'tiraman. 2,5 sotik, 6 ta xona, 5 ta sanuzel, 2 ta oshxona. Sergeli tumani Xonobod mahalla katta ko'chaga 700 metr Sultonobod ko'chasida joylashgan. Narxi 195 ming deyilyapti. Startoviy narximiz. Videoga like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'linglar hamda uy qidirib yurgan yaqiningizga videoni yuborib qo'yinglar. Rahmat, salomat bo'linglar.